Assalomu alaykum Zafarbek Umra obunachilari. Mana sizlarni 14 kunlik paket Umra ziyoratiga kelishinglarni taklif qilib, sizlarni shu joylardagi sayohatlarimizdan sizlarga parcha-parcha qo'ymoqchi bo'lib turibmiz. Mana bizlar sizlarga 14 kunlik paketda 3 kun Madina Munavvarada, 11 kunimizni Makka Mukarramada o'tkazamiz. Madina Munavvarada 2 mahal taomlari bilan sayohatlarimiz birinchi o'rinda Ravza, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ravzalari, keyin Ravzadan keyin Uhud tog'iga boramiz, Xurmo bog'iga boramiz, Qiblatan masjidiga boramiz, Qubo masjidlariga, masjid o'zini ichki tarixi bor, shular tarix haqida hamma sayohatlarni qildirib, 3 kundan keyin Makka Mukarramaga kelamiz. Makka Mukarramada umra amallarini albatta qildiramiz. Undan tashqari mana sayohatga mana Arofat tog'lariga olib kelamiz. Arofat, Muzdalifa, Jomorot, hamma bu yerda qanaqa sayohat ziyoratlar bo'lsa, barchalariga sizlarni olib kelib, hamda Qizil dengiz sayohatlari bor. Bundan tashqari umra badal amallar qilamiz. 11 kun shu joyda Allohning zidda mehmon bo'lib xizmatlarni qilamiz. Sizlar sayohatlarni qilasiz, ham ibodatlarni, ham ziyoratlarni sizlarga qildiramiz, Xudo xolasa. Pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Like bosinglar ham sizlar sababli kimlardir shu joylarga kelib qolsa, juda yaxshi bo'ladi, ham savob bo'ladi. Bu joylarga kelish kimlargadir armon bo'lib qolgan. Bundan tashqari yana keladigan qo'l qo'shnilar, qarindoshlar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Armon bo'lib qolmasin. Bu tirikligimizda bu Allohning baytini tavob qilish, payg'ambarimiz razalarini ziyorat qilishni, bu O'zbekiston xalqimizning 7 yoshdan 70 yoshgacha hammalariga ro'zi nasib aylasin. Hammalarimiz bu dunyoda Allohning mehmonlarimiz, mehmondo'stligimizning munosabati bilan hamda chiroyli baytlarni ham tavob qilishimizga to'g'ri keladi. Ozgina pul topdinglarmi? Kelinglar. Kelib ziyorat qiling. G'animat bu dunyoda. Dunyodagi eng biz uchun afzal narsa nima? Tavob bo'lyapti. Payg'ambarimiz ravzalari bo'lyapti. Mana shu narsalarni qilishimiz kerak bo'ladi. Ey aziz odamlarim, mana Xudo xolasa mana jamoatlarimizga aylanib sayohatlarga olib chiqamiz. Hammalari xursand. Xudo xolasa mana sizlarga intervyu olib, hozir avtobusda o'zlaridan intervyu olib sizlarga Xudo xolasa tashlashga harakat qilaman. Umra ahlari guruhimiz bor. Telegramda a'zo bo'ling, har kunlik ziyoratlarni kuzatib boringlar. Yoki bo'lmasa Zafarbek Umra desanglar, yozsanglar YouTube kanalim chiqadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keling, Ramazon oylarida birgalikda shu joylarda o'tkazamiz. Ramazon 1-10 kunligi, 2-10 kunligi, 3-10 kunligi, 21 kunligi, 35 kunlik kunlarimiz bor. Xohlovchilar bo'lsa, murojaat qilib joylarni egallab bron qilishinglar to'g'ri keladi. Chunki odam ko'p. Mana odamlarni men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Mana. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, biz bilan doimo birga bo'ling, kuzatib boring, guruhimizga a'zo bo'ling, hamda birgalikda kelib ziyorat qiling, ibodat qiling.